Farg'ona markaziy o'yingohi. Birinchi tur. Neftchi Farg'ona. Mash'al muborak. 15 ming muxlis. Jonkuyar fan klub. Qaynoq muhit. Amaldagi chempionlar butun Farg'onani xursand qildi. Hujumkor o'yin natijasida raqib darvozasiga 3 ta javobsiz gol. 3-0 ishonchli g'alaba. Birinchi turdayoq birinchi 3 ochko qo'lga kiritildi. Chempionlar yurishni boshladi. Endi e'tibor ikkinchi turga. Surxon Termiz maydonida ham 3 ochko bilan qaytish asl maqsad. 3-turda esa Andijon futbol klubi. Bunda nima bo'ladi deysizmi? Istiqlol maydoni chorlaydi takror. G'alaba tarafdan keladi elchi. Raqib Andijonmi yoki Navbahor derbiga yarashib turadi Neftchi. Omon bulbullardan qolgan an'ana. Raqiblar cho'chishni boshladi yana. 3 qadam, pesh qadam ana tantana derbiga yarashib turadi Neftchi.